Ayolni oiladagi vazifasi nima bilasizmi? Ayol kishining oiladagi vazifasi uyda xotirjamlikni, osoyishtalikni ta'minlab qo'yish ekan. Ya'ni erkak kishi uyga kelganda maza qilish kerak ekan. Uy kelsa, uy salamjon sarishta, hamma narsa o'z o'rnida. Uyga kelganda erkak kishi xotirjam bo'lish kerak ekan. Aynan ayolning vazifasi mana shu. Ya'ni ko'chadan kelganda diqqat bo'lib kelgan, siqilib kelgan, kimlardir pulini ola olmagan yoki gayiga pravasini oldirib qo'ygani, uyga shundoq kelganda uydagi xotinining muomalasini ko'rsa, uydagi sharoitni ko'rganda, uydagi sakinatni, xotirjamlikni ko'rganda, ko'chadagi hamma problemani unutib olish kerak ekan. Ayolning haqiqiy vazifasi mana shu. Uyni jannat shukuhiga aylantirib qo'yishlik. Shunday ayollar bor. Mana avvalgi onalarimiz bo'lgan. Eri ko'chadan kelsa, nima der ekan dadasi? Siz uyda bo'lsangiz borku, hatto uyimizda svet o'chgani ham bilinmaydi der ekan. Siz uyga kelsangiz, uy yorishib ketadi der ekan. Uyda hamma xursand bo'lib ketar ekan. Shunday ayollar bor. Eri ko'chadan diqqat bo'lib siqilib kelganda, qo'ysangizchi dadasi bo'ladi hammasi. Diqqat bo'lmang, siqilmang deydi-da, haligi erkak xotinning muomalasini, uydagi sharoitlarni ko'rganda ham yo'qdi, qarzini ham esdan chiqarib yuborar ekan. Lekin ming afsuski, ba'zi bir ayollar, erkak kishi uyga kelsa, uyini do'zaxga aylantirib yuboradiganlari ham yo'q emas. Aynan uyda bo'lar problema. Uyga kelsa diqqat bo'lib ketadi. Erkak ham shunga loyiq bo'lish kerak asli.